Bu kuni aholi muammolarini o'rganish va ularni hal etish borasida samarali ishlar olib borilmoqda. Sudlar tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabullar orqali fuqarolarning sud huquq masalalari bilan bog'liq murojaatlari eshitilib, amaliy yordam ko'rsatilyapti. Jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, aholining huquqiy mavzudagi murojaatlarga yechim izlashga qaratilgan ishlarni jonlantirish maqsadidagi Qashqadaryo viloyat sudlari raislari va o'rinbosarlari tomonidan Kasbi tumanida sayyor qabul tashkil etildi. Sayyor qabul davomida turli masalalarda huquqiy maslahat va ko'mak so'rab kelgan 31 nafar fuqarolarning murojaatlari tinglandi. Barcha fuqarolarning murojaatlari sud mas'ullari tomonidan atroflicha o'rganildi. Ko'mak so'rab kelgan fuqarolarga huquqiy maslahatlar berildi hamda ayrim murojaatlar nazoratga olindi. Bugungi Kasbi tumanida o'tkaziladigan mana bu sayyor qabulda ham fuqarolarning sud huquq sohasida bo'lgan masalalari bo'yicha, ularning muammolari bo'yicha fikr mulohazalar almashildi va bu borada tegishli huquqiy yordam va maslahatlar berildi. Shu uchrashuvlar jarayonida fuqarolarga sud huquq sohasida qonunchilikda kiritilgan o'zgartirishlarni mazmun mohiyati tushuntirilib, ularni yangi qonunchilikda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha tanishtirish ishlarini olib borib, ularning huquqiy ongi madaniyatini oshirish borasida ishlar ham amalga oshirilmoqda. Bo'lib o'tgan sayyor qabul davomida fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida Qashqadaryo viloyat sudi raisi Abduqayyum Mahkamov tomonidan bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va sud huquq sohasidagi islohotlar xususida, shuningdek qonunchilikka kiritilgan so'nggi o'zgartirish va qo'shimchalar xususida tushuntirishlar berildi.